Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, ko'kalar, akalar. Xudo xolisa mana Tepaqo'rg'on chorva markazi yangi qo'ra ish faoliyatini boshladi. Xudo xolisa mana shularda chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazamiz. Videoni orqacha ko'rib turasizlar. Qo'ralar like arzisa bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mo'rin akamizning qo'ralari, xudo xolisa ularning ma'lumotini Rahmatjon akam yetkazib beradi. Rahmatjon aka bormi? Aka, yaxshimisiz? Qulluq olsin qo'ralar. Aka, obunachilarga yaqinroq bo'lsam yaxshi ko'rinsin deb qo'ra qilib xohlasak. qo'ralar bitta. Xudo xolisa qo'ylar hammasidan topiladi. Xohlasa hammasidan topib beramiz. Kelishsa narxlari yengil bo'ladi, xudo xolasa kelishtirib el qatori narx topib beramiz. Bo'ldi. Bozordan chiqib ketilmaydi. Akalar, mana videoni boshida aytib o'tamiz. Bu tomon Tepaqo'rg'on sentrdan kelishi, mana bu tomonda Andijondan kelishi. Kesalaring mana Tepaqo'rg'on chorva markazi mana shu yerda Rahmatjon akam xudo xolisa sizlarga ma'lumot yetkazadi. Akalar, xudo xolisa biz videoni boshlaymiz. Rahmatjon aka, afg'onmi bu? Afg'on mana sog'liq mashinasi. U afg'on. Mana afg'on qo'chqor. Afg'on qo'chqor. Jonivar, qo'zi. Necha oylik bor ekan mana shu qo'zi? Mana shu qo'chqorimiz bir 7-6 oylik bo'lsa kerak. Endi tepasida turmaganmiz. Yosh qo'zi bu. Men buni ona bola debman. Ona bola emasmi bu? Yo'q, ona bola emas. Bunisi parodasi Arashan. Buni liniyasi ham bor. Liniyasi ham Ha, bor. liniyasini aloqachi qilsa, pulini, liniyasini hamma yo'g'ini Qulog'ini qaranglar. tashuramiz. Jonivorlar o'ta go'zal ekan. O, quloqni qaranglar. Quloq ham 20 plus shekilli. Tishi yoshga o'xshaydi, qo'zimi? Yosh 2 tish mashq. 2 tishmi? Afg'onimizchi. Afg'on ham 2 tish. Bunisi qo'zi. Jonivor, unisi to'qli ekan, yarichka. Bularda aka, buni narx-navosi qanaqa bo'ladi? Narx-navosi bo'ladi, puli bizga ham baland kelgan. Buni narxini telefonda aloqachi qilsak, o'shanda kelishamiz. Telefonda kelishtirib berasiz. Aka, yana qanaqa qo'ylar bunda aytingchi? Hop, bizda yarichka sog'liqlarimiz bor. Ha. Buxor paroda qo'ylarimiz bor. Hop. Hisor qo'ylarimiz ko'klaridan bor, har xillaridan bor. Hozir hammasini ma'lumotini birma-bir aytib ko'rsatamiz. Mana obunachilar, mana Arashan zotlar. Mana shu Xudo bitta xolisa qo'yimiz ham mana o'g'illar cherigi sal sho'xroq ekan. Ha. Oxirlar ustidan sakrab o'tib ketib qolgan. kiyik ekan-da unda, jonivor. Mana qarab turing. Voy jonivor, kiyik ekan. Haqiqiy Ashular cherigi. o'zi sholar bilan birga yurgan. Ular cherigi. Aka, bu to'xlular o'ta go'zal-u. Yarichkali. Qoradagi garbonos haqiqiy go'zal ekan. Quloq turish hamma yo'q stoykali. U mana buni garbonosi undan ham chiroyli aka. Buniki. Mana bunisi ham o'ta go'zal ekan. Qo'ylar, Xolos hammasi yaxshi. bular ham biri 5-6 oylik qo'zi shekilli aka. 6-7 oylik qo'zi atrofida qo'zilar. Voy jonivorlar, mana turishni qaranglar. Hammasi o'zi bir qo'ra qo'ydi. Bitta baqib, bollarini olib, Bitta obunachiga tavsiya qilamiz bular. bitta obunachi olib, Bitta qo'chqor. yaxshi qo'chqarni qo'shib, chiroyli qilib boqib bolasini olib ko'paytirib yuradigan qo'ylar ekan. Dumbasi ham osilmagan tikka dumba qo'ylar ekan. Dumba, yorma dumba hammasi. Yeb ichishlari ham o'ta Kishiga go'zal shekilli ekan. beramiz. Mana yaqinda hashak soladi bu mashaga. Somon bilan Sulosni aralashtirib aralashtirib berilyapti. Endi menga hali sharoitda yem hashaklari hali yetib kelgani yo'q. Qachon keldilar aka bey? Qachon ochildi? Yetib keldik. Shu bugun ochildi. Bugun ochilish birinchisi ekan-da. Aloqa chiqishgan odamlar Ochilish marosimiga yo'lida ekan-da bugun. bonus qilib beramiz. Bonus. Narxlarni ancha-ancha yengillashtirib o'tib beramiz. Hop. Hop, Rahmatjon aka, bular narx qanaqa bo'ladi aka? Narxi endi Bitta joyga, hamma bir tortorga. 5,5 dan xayri bor, o'tib ham beramiz. 5,5 milliondan xayri bor. O'tib beriladi. Dastavkasi o'zi hamma yoqda yetkazib berayotganmiz. Ulardan dastavkasini Samarqandga yetkazib beramiz. Samarqandga besplatni. Undan uyog'iga kelishlar. Kelishamiz holatiga qarab. Aka, u ana shu qo'yingiz, baqa qarab turgan, ko'sh qaytarayotgan qo'yingiz qo'chqorga o'xshayapti, qo'chqormi? Bitta qo'chqor. Ha, shu qo'chqor. Ha, Ha, o'zi turishga aytib turibdi, qo'chqorga o'xshab. Sog'lom Jonivar. bor. O'zi qo'chqor ham olish shart emas ekan, bitta qo'chqor Qo'chqori ham bor. 9 ta Endi sog'li. hammani o'zini sharoitdan kelib chiqibdi u. Ha. Qo'chqorni qo'shaman deydiganlar bor. Yaxshi qo'chqor. O'zi ham yaxshi narsa ekan u. 5,5 milliondan akalar xotirjam telefon qilib aloqaga chiqaverasiz. Yetkazib beramiz. Bular ham yarichkalar. Tarafda 8 dona yarichka sog'liqlar bular. Voy jonivorlar. Bular bir xil ekan bular ham. Bir xilda. Bularning ham quloqlari, garbonoslari hamma yo'g'i o'ta cho'tki narsa. Bitta cho'ponni qo'y. Bitta odamni qo'yibmi? Bitta, hammasi bitta. Ha, jonivorlarni o'z qulog'i aytib turibdi-yu. Qulog'i hammasi bir taraf shu kesilgan. Bular qochib qolmaganmi aka?
Yo'q, bitta dona shunaqa sal bo'g'ozga o'xshab turibdi, işte bittasi bor. Bitta qo'chqonga o'xshagan bormi? Ha, qolgan hammasi to'xli sovliq. O jonivorni qarang, boshini qo'yib turib beliga ana shuni sangar bo'lmasa o'ta go'zal ekan. Mana shu qochqonga o'xshayapti. Ana Mana shu, shu qochmaganmikin? Mana obunachilar mana shu qochqonga o'xshayapti. Bu qochgan bo'lsa, olgan odamga qo'ydi-da. Naborot yaxshi-da. Bitta qo'y ikkita bo'ldi, tug'ib beradi. Bu beradi. Keyin chiroyli qilib eplab qaraveradi. Jonivar. Yemashagini vaqtida berib, mehr kerak-da bu narsaga. O'zini qorinlarini tashab qo'yib, shu qochibdi aka. Bunaqa mashina O'zi asli- taksiya qilamiz, bir kishi olsa, xudo xolasa, Naborot 8 ta zo'r olsa, ekan. bir oy olmay qo'ylar bitta qo'shiladi qolsa ham. Ha, 9 ta bo'ladi. 9 ta bo'ladi. Bularni ham xudo xolsa qo'chqarni qo'shib yana o'sha narigi partiyaga o'xshab sekin baqib qochirib bolalarni olaveradigan birinchi qo'ldan olaman deganlarga zo'r ekanda. Haligi nima deydi? Qo'zisini o'zim voyaga yetkazib qo'shib bolasini olaman urug'likqa kerak deganga. Zo'rdan kiradi. Ular Sog'liqlar yaxshi. o'zi sog'liqlar o'zi zo'r ekan. Qo'chqarni ham zo'r. Xohlasa qo'chqaramizga keladi, yetkazib beramiz, qilib beramiz. Jonivar baldaqlari bor ekan bularni ham. O'zbekistonda bular. Ular Qirg'izistondan kelgan. Bularni keladi. Bu ikkovi. Ha. Keyingilarga buning narxini aytaylik aka. Buning narxi 5 million 300 mingdan bir joyga. 5 million 300 mingdan hammasini olgan. Hammasiga. Jonivorlar 5 million 300 mingdan. O'zi bu ham Samarqandgacha ketaveradi. Rahmatjon aka, mana shu qo'yimiz haqiqatdan yaqinlab qoldi. Qonlarni osil qarang, qonunning hargilariga qaraganda bu polvon bo'lib Aytyapman, qoldi. o'z bonus mana shu ichida ketyapti. Bonus bitta bor ekan Bonusi shuning bor. ichida. 5 million 300 ming so'mdan 5 obunachilar. million 300 mingga bo'g'oz qo'ydi bermaydi-da bozorda ham. Ha, bozorda buni 5 million 300 mingga bermaydi. Xudo xolisa akalar, mana bularni ham ma'lumotni yetkazdik. Bemalol telefon qilib aloqa qilishga ko'rasizlar. Mashinasi o'zi juda yaqinlab qolibdi. O'zi bitta qochgani bo'lsa. Bular aka qanaqa paroda bular? Bular aytib o'tganimizda videoning boshida aytdik-ku, buxorskiy paroda qo'ylarimiz bor deb. Mana shular buxorskiy paroda, kallasi qora, o'zi oq, bitta bosh sarig'i bor, kallasi. O'zi shular bilan formasi bir xil ekan, uni prosta bosh qizil bo'lib qoldi xolos. Qizil bo'lib qolgan. Jonivar. Bular aka, bular nima u qo'chqor, sog'liq bular. Hammasi qo'chqor. Bular hammasi qo'chqor. Qurbonlikkacha xudo xolasa Qurbonlikkacha boqadigan qo'ylar ekan. Jonivorlar Ular ham qaranglar. 80 pilis chiqadi. 80 ga olishsin. Voy jonivorlar qaranglar. Dorberga o'xshar ekan-da bular. Dorper. O. Bayda nechta aka? Bayda 8 ta. Jonivorlar 8 dona. Hammasi qo'chqor qurbonlikka boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Hammasi shu buxorskiy paroda ekan. Qo'ylarni ko'rib turibsiz o'zlaringiz. Kalla qora, o'zi oq. Buning ichida ham Qirg'iziston qo'chqorlari ham bor. Qirg'izniki ham bor. Ovosh qirg'izniki o'xshayapti aka. Ha, qulog'ida baldaq bor. Ash qizil kalla dedi-ku. Ha, ana shu. Qirg'izniki. U narigi bodom guliga o'xshagan ham shunaqa shekil. Bu ham shunaqa. Aka buni yeb ichish qanaqa bular Yeb ichish qo'chqorlar? sog'lig'iga garantiyasini beramiz. Mana shu yeb ichib turibdi o'zimizda sinovdan o'tdi bular. Urushmas ekan-a, demak bitta qo'rida keyin qo'rida yotaverar ekan. Bitta lichengasini qilib, Kishiga bir hafta unga sinovini beramiz, sinov olishaveradi. vitaminlarini bitta qilib, chiroyli qilib, uzoq vaqt yuraman O'sha aytgandek deganlarga. vitamin dori ichki parazitlariga dorisini qilib qo'yishadi. Biz qilmaganmiz. Xudo xolsa baribir qarab olishadi bir qo'r o'zlariga. Ketadi. Soni ko'p. Buni hammasiga dorilarni qilib spirtlaymiz, bildirmaymiz. To'g'ri. Aka bular narx qanaqa? Bular narxi bir joyga 5 million so'm. 5 million. Buxorskiy paroda qo'chqorlar 5 million. Yaxshi, sog'liqdan arzon ekan qo'chqor. Sog'liqdan arzon qo'chqor bizda. Sog'liqdan arzon ekan. Endi hammasini ham kelishiga bog'liq-da, narxi o'zi bilan. Ammo narx haqdan qanaqa kelsa endi o'shanga qarab sotiladi. Sotilaveradi. Endi misol minimumni bitta qo'yga yo'lida qo'yilsa ham misol 500 ming 400 ming qo'yilsa, o'sha vaqtdan yetib kelib ana mana deb bega rasoti bilan keladi. Keyin aqa qo'yib sotiladi. Xudo xolisa hammasini bir joyga olgan odamga 5 milliondan xayri bor. O'sha gapa Samarqandgacha yetkazib berish besplatni. Jonivorlar. Obunachilar mana bitta qo'rog'i hammasini tashab qo'yib, chiroyli qilib, qarovini qilib baqadigan qo'ylar ekan. O'sha 150 kilolik, 200 kilolik qo'y bo'lib ketadigan qo'zilar ekan mashlar. Bularning yosh o'yligi qanaqa aka? Yosh oyligi 10 oylikka olishaversin. 10 oylikka qo'ylar hammasi o'zi qo'ylar qorong'ida ham yo'qolmaydigan qo'ylar ekan. Mana shunisini dumbasi afg'on parodaga o'xshar ekan. Mana shunisiki. Mana shunisi afg'onda o'zi yegan dumbas. Mana qo'ydi rangi sariq bo'lganda $1000 bo'ladi. Rangi sariq bo'lsa $1000. Bu qo'ylar hammasi ko'sh qaytarib turibdi. Qonni to'q ekanda jonivorlar. Mayda hozir hashakni yedi. Jonivorlar qonni to'q Sog'ligiga yeb ichishiga 10 kun garantiya beraveramiz. 10 kun. 10 kun. Bo'ldi. Ammo Joni sog' bir bo'lsin. hafta bo'lsa 10 kun garantiya beramiz. Endi bularchi aka, bular. Bular o'zimiz hisob zotlardi o'sha
Har xil chiqib qoladi, rangi oq ham chiqib qoladi, ular ham ko'k ham chiqib qoladi. Aka, buni menda obunachilarim so'rayap turadi. Qurbonlikka ko'k qo'chqor so'rayap turadi. Aynan shu o'zi sizga keladigan ekan u jonivorlar. Bitta sovug'i bor buning ichida. Sog'lig'i ham bormi buni? Kallasi qoraroq turibdi-yu. Ha, mana shu sog'liq. Qolgani qo'chqor. 5 tasi qo'chqor. Quloqlari ham aka 2-3 tasiniki but-butun ekan-a. Qulog'ida ozgina endi bo'lishi mumkin-ku endi. Mana bitta sog'liqda butun ekan, u qo'chqorda butun ekan, narginda butun O'chikada ekan. ham butun ekan. 3 tasini qulog'i but-butun ekan. Obunachilar mana qurbonlikka ko'm-ko'gini so'raganlar. Aka, 3 dan biri bo'lsa bo'ldi quloq. qulog'i 3 dan biri Bizga butun endi bo'lsa bo'ldi kattalar deyilgan. shunaqa deb aytishgan-da. Ramajon aka buni qurbonlikqa tish chiqarim tushmaydi. 6 oydan o'tgan bular baribir. 10 oylikka beraveramiz bularni, buni kattalarini. 10 oylikka beraveramiz. 8 oylikdir. Endi hammasi har xil bayda. Rangi bir xil. O'zi qo'ylarni haligi nima deydi? Bitta qilib hammasini bitta qora qilib xillabsizlar, to'g'rimi? Hozir bayda ko'k, oq buxoriskiy, qizil hammasidan afg'on bor ekan. Bayda hozir 5 ta qorani videoga olgan bo'lsa, 5 tasida 5 xil qo'y bor ekan. Gap yo'q, joni sog' bo'lsin. Obunachilarda talablariga mana qanaqa qo'y kerak bo'lsa kelishaveradi. O'sha qurbonlikka menga ko'k kerak deganlar bemalol kelmash ko'klarni ko'rib, mana shu o'zi somon deyapti mana. U somon degan qo'y o'zi boshidan ma'lum bo'ladi, o'zi yevradi. Qolgan beda, mosh, Bularga bedan bilan moshni bersangiz bayram bo'lib ketadi bular. boshqasiniga yangilik bo'ladimi? Ramajon aka bitta gap. Somon yeb turib xolos-da. Bitta olaman deganga ham narx ayting, hammasini olaman Bitta deganga. olaman deganga ham qilib beramiz, hammasini olaman deganga ham qilib beraveramiz. Nech pul qilib beramiz? Optimga bular ham o'sha oqlarda narxida qilib beramiz. Bular ham 5 million so'mdan. Bitta olishsa yo ikkita olishsa endi holatiga qarab kelishamiz. Katta kichikligiga qarab. Buni kichikroqlari bor, ularni sal pastroq beramiz. Mana bularni. Ha, buni kattaroqlari bor, ular sal balandroq bo'ladi. Holatiga qarab hammasi. Yakka olishgan odamga plus minusi bor. Video qilib tashlab ber deysiz ham, videosini qilib tashlab beraveramiz. Onlayn savdo ham bor bizda. Lakassani tashlab berasiz. Xudo xohlasa o'sha Lakassamiz Tepaqo'rg'on sentrdan kelish, bu tomoni shu Anjonni yo'lidan qaytib kelishdi akalar. Bemalol kelib, mana shu Ramajon akamga kelib uchrasalaring. Qanaqa qo'y kerak bo'lsa, mana 5 ta 6 ta 5 ta 6 ta qo'rada chiroyli qilib mana hardorlar kelib turibdi o'zi. Xudo xohlasa hardorlar ishini bitiriladi. Hardor o'zi ustida. Bugun birinchi aloqa chiqqan odamga bugun bonus bor. Bugun yangi ochilganicha ochilish marosimiga bonus qilib beramiz. Yashar aka. Akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu qo'ralar bonni qo'y bilan to'lar ekan. Xudo xohlasa mana shu yerda sizlarda xalqda xizmatida. Bittadan keyin xudo xohlasadagi qo'zlarimiz ham keladi. Barralar ham keladi. 20 yilda tug'ilgan barra qo'zlar ham keladi. 2 oylik barralar ham keladi. Yo'q, 3-4 oylik mana shu yangi yildan keyin tug'ilgan qo'ylar keladi. Jonivorlar, mana obunachilar mana shu nomerlar telefon qilib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu qo'ralar xudo xohlasa to'lib qo'ylarga to'lib sizlar eldi xizmatida chiroyli qilib qo'ylarni zo'rlarni olib kelib, o'sha sizlarga yoqadiganlarni olib kelib shu yerda sotishadi. Bemalol telefon aloqaga chiqaverasizlar. Mana hardorlar o'zini yo'lidan kelib turibdi. Xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.